Aziz va hurmatli bizning Qashqadaryolik, G'uzorlik muxlislarimiz va uzoq yaqindan tashrif buyurgan mehmonlar hammaga xush kelibsizlar deb qolamiz. Sizlar bilan bugun ko'rishib turganimizda juda ham xursandmiz. Nuriddin akamizga, Sayyora opalarimizga to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Va albatta kelin-kuyovlarimizga hamma havas qiladigan va hamma shunaqa baxtga intilib yashaydigan bir chiroyli sevgi, chiroyli bir umr yo'lini tilab qolamiz azizlar. Va albatta niyat qilganlarning xonadonlarida har kun to'y, har kun bayram bo'laverib, biz oyog'imiz uzilmasdan shu Qashqadaryoga tez kelaveraylik deb qolamiz azizlar. Bugun bir juda ham ajoyib to'y bo'ladi, xudo xolasa, chunki to'ychilarimiz ham, mehmonlarimiz ham juda ham farishtali, yaxshi insonlar ekanligi shundoq ko'rinib turibdi. Sizlar uchun eng sara qo'shiqlarimizni qo'yamiz va kayfiyatlarni zo'r qilib, xudo xohlasa to'yimizni ham chiroyli qilib o'tkazib ketamiz azizlar. Yana bir bor hammaga to'ylar muborak bo'lsin. Qani ketdik bo'lmasam qo'shiqlarimizni boshlaymiz.